Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimli ochiq suhbat programmasiga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi studiyamizga mehmonimiz Adil Abdulg'afur akamiz o'zining qimmatli vaqtini chiqarib kelganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Qadrli qarindoshlar, bugungi suhbatimizda biz bir qancha kun burun yani Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati har yili o'tkazib kelayotgan bu dunyo Sharq Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuv yig'iniga 8. növbətlikini g'alabalik oyoqlashtirib kirdik. Hurmatli Adil aka, bugun shu bu qatimqi uchrashuv haqida biroz to'xtalib o'tsak, ya'ni bu qatimqi uchrashuvniki albatta har yili o'tkazayotgan bu qarindoshlik uchrashuvga ayrim bir temalar to'xtalib, shu temalar atrofida fikr yurgizib, har xil mutaxassislarniki shu haqda qilgan fikrlari, gaplar bilan planlarni tuzishib qaytyapti bu yig'ilishda. Bu yilgi yig'inninki bosh ana temasi bu Sharq Turkiston davosida sog'lom fikr, to'g'ri harakat mavzusida to'xtalib, nurg'un olimlar, nurg'un mutaxassislar har xil bu sohadagi fikrlarni berib o'tgan bo'ldi. Nihoyatda ahamiyatli bir yig'in bo'ldi deb qarayman. Hamda biz shu yig'inning boshdan oxir qatnashlar shu tema haqida o'ylaganlarini, tushunganlarini bir so'zlab boqamizlar. Allah rahmet olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnternet toru boltağın barlı qarindoshlar, shundaqla bizning bu suhbat temamizga diqqat qilgan qarindoshlar. Men o'zimni Türkiye'ye kelgeni 5 yil bo'lib qoldi. Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatininki har yili o'tkazib kelayotgan yana bu yil 8. qatimligini o'tkazdi. 8. qatimlik Sharq Turkistonlik qarindoshlar uchrashuvi yig'ini nihoyatda keng ko'lamda o'tkazildi. Men buningdan ilki 2014, 2015, 2016 3. qatim qatnashishim. Bu da shu 2016 qatimlik shu yig'ilish 8. qatimlik yig'ilishda men nihoyat xursand bo'ldim endi. Chunki bu yig'ilishda endi yuqori qarindoshlarimiz shu yig'inning umumiy xabarlar, umumiy ko'rinishlardan xabar topgan qarindoshlar ko'rgandek, endi bu bizning Uyg'urlarningki, mayli Amerika, Yevropa taraflardan, O'rta Osiyodan va Arab va O'rta Sharq zaminlaridan bo'lsin, Turkiyadan bo'lib, endi asosan Uyg'urlarningki shu uzun mezgillik tarixdan yetishgan asosan ilm mahsuli bo'lgan büyük odamlarimiz qatnashib, Uyg'ur xalqi 100 yillardan beri bo'lib, 50-60 yildan beri duch kelayotgan muhim siyosiy, e'tiqodiy, iqtisodiy va bir millatning mavjud bo'lib yashash jihatidagi bir hayoti yo'linishning og'ir tahdid va krizisga, bir xatarga yo'l qo'yayotgan bir davrda bu xildagi olim ulamo ustozlarimiz va jamiyatshunoslarimiz, siyosiy yo'llarimizningki, din olim ulamolarimizningki yig'ilib bu suhbat berishi, bu qadar yig'inlarning ko'p ochilishi men nihoyat bir yaxshi xursand qilgan bo'lsa, bu da shu 8. qatimlik Sharq Turkistonlik qarindoshlar uchrashuv yig'inida yana Sharq Turkiston mujodilasi, sog'lom fikr, to'g'ri iddia dedim, yana to'g'ri harakat. Shunday bir tema qo'yilib, bu yig'inning asosiy cho'ng temasi shu bo'lib, bu temaning ichida 8-10 dek cho'ng temalar ayrim bilinib, bular dunyoning har qaysi joylaridan kelgan, o'xshamagan kasbda, o'xshamagan bir iqlimda ideologiya yetilgan olimlarimiz o'ziga xos bo'lgan fikrlar shu temalarda alayda bu o'ziga bugungi Uyg'ur xalqiga ma'naviy jihatdan bir nur ziyo shunday kelgusiki bu oldimizdagi bu krizisni hal qilishga biroz bizni mumkinligi bo'lgan to'g'ri bir fikr, to'g'ri bir sog'lom bir fikr, to'g'ri bir iddia va to'g'ri bir harakat qilish yo'limizda biroz yo'limizni yuritib bergandek bo'ldi. Men bundan nihoyat xursand bo'ldim. Endi bu bizningki Sharq Turkiston davosida, ya'ni Xitoyga qarshi Sharq Turkiston islomiy va milliy ozodlik harakatimizningki 100 yildan oshiq tarix qadam qo'ygan bo'lsa-mu,
33-yili va 44-yildagi ikki qatimli hokimiyat Sharq Turkiston istiqlol jumuriyatining islom jumuriyatining qurilishi va bu qurilishi bilan butun xalqimiz, ya'ni Uyg'urlar, butun Sharq Turkistondagi musulmonlar hammasi to'g'ri bir fikrga, sog'lom bir fikrga, to'g'ri bir ideya, uqum, ko'z qarashga, to'g'ri bir siyosiy harakat yo'nalishga kelib, shu zamondagi Abdusavud Damollam, Elxon To'ri, aynan başdaki hamda Abduqodir Damollam, hamda Mamtumin Tevfik, Mamtlabandi Tevfik qatorliq mush ustozlarimizniki to'g'ri fikr, to'g'ri bir sog'lom bir fikr, sog'lom bir siyosiy nazariyani o'rtaga qo'yish bilan yetilib, ikki qatimli hokimiyat bunda o'rtaga chiqqan. Bu chaqda biz umuman butun Sharq Turkiston xalqi ittifoqsiz bo'lmasdan bir chaqiriq, bir siyosiy rahbarning ostiga o'yishib, shu zamondagi ibtidoiy qurollar bilan bo'lsa-mu, hatto o'qiya qilich nayza bilan bo'lsa-mu, shu Ruslarga yoki Xitoylarga qarshi turib ikki qatimli davlat qurish bu harakat muvaffaqiyatli elib berilgan. Gerçi biz endi moddiy jihatdan atrofimiz dushmanlarga taqobil to'g'ridagi bir kuch-quvvatimiz bo'lmasa-mu, o jihatdan siyosiy jihati o kadar sezgir, bu dünya kapılarının siyasi hili neyranlarında o kadar sezgir bulamazsak, fakat vatan ve İslam, millet şu zamanın İslami bir devlet müstakillik gayesinin ki umum yadroluk fikrini bir toğır ortada koyup bütün Türkistan'daki şu uçaktaki 20-30 milyon halkını ittifaklaştırıp yani bir devlet kurup çıkıştık fevkalade bir çoğun bir baş götürüş onumuzdan tek turuştuk bir xil tarixini besip ettik. Hem de şu iki qatimli hakimiyet ağdırılıp bastırılıp tutup 1949 Xitay işgaliyetinden başlayıp hazırki 60 yıl devam kıldı. Muş 60 yıldan beri biz hem de meyli çoğun meyli küçük olsun Xitay'a karşı her xil hareketlerini elip bağlan bolsak mı halkımız biraz ilimsiz, terbiyesiz siyasetten dünyanın siyasi neyran bu işlerden biraz mevhum yaşaganlık için teklemekan dairesi xuddel kabulup yaşagandık. Biz şu Xitay işgaliyetinden keyinki bugünkü 60 yıllık iş bolgan tarixte nurgun çoğun küçük inqilabi hareketlerini yani Xitay'a karşı hareket edip bağlan bolsak mı yani bu bir yaki milletçilik yaki nokulılığı çekildi eşip ketken bir ma'lum bir şuvarını ortaya koyup çıkan bolsak mı şu argı yarışa şu siyasi çaqırık ve şu gayiga yarışa to'g'ri bir hareket edip baranmay, to'g'ri bir fikir o'tirdi qo'yanmay, usul jihatini ketkizib aramızga düşmanning suiqastlari ve jasuslarning singib kirishi bilan bizni har xil fikrda qaymoqtirishi bilan biz uzun mezgil bunda qaymoqib nayet halsizlanib nurg'un quvvatimiz, nurg'un sarmoyalarimiz xurab bugungi kunda Xitoyning qo'lida eg'ir bir kirisiq duch kelgan bir davrimizda yaşayotgan edik. Ama 20-30 yıldan beri men Urumchi vaqasi, G'ulji qatlamı yuz berdi, Urumchi qatlam yuz berdi. Zeydin Yusuf rahimahullah'ninki rehberligida barın inqilab ortaya çıktı. Abdullah Hakim Xon Mahsum majim ustozimiz qag'liq vafot bo'lgan. Bu büyük ustozning turmudan chiqib, o'tirg'i chiqib, bu diniy da'vat, yana diniy dars elib berishi bilan, yani bir qism avangard aktiv shogirdlari, taliblari, mesela Mahsum, Kerem Qarim, shuningdek Abdulhakim Xon Mahsum qatorliq mushundaq odamlar, Abduqodir akam yapchan qatorliq mush odamlar shu Abdulhakim Xon Mahsum majim ustozimizningki madrasaga yetilib chiqib, ular bir to'g'ri fikr bilan, yani to'g'ri bir xalqni uyg'urish harakatlari bilan vatanninki har qaysi qishloq viloyatlarda kam ko'lam tashviqot etib bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bizga bugungi gej bo'lgan bu fikrni sog'lom bir gavdalashtirib, bir merkezleştirip bu fikirge hakikaten varislik kıladigan bir guruh, bir şura, bir toplan bizde hazırgacha meydanda kelmagan. Bu 15-20 yıl yak chet elga chiqib jiq ishlarni qilgan bo'lsak-mu, yana ma'arif jamiyatininki qurilib 9-10 yillik tarihi boshdan kechgan bo'lsa-mu, bu İstanbulninki sharoatida yuqorida ustozlarimiz deb bildi, bu tunji qatim kelgan vaqtda jiq bir o'ngsizliklarga, jiq bir qisilish sıkınışlarga duch kelib, o'zining to'g'ri fikrlarini bir markaziy bir nuqtaga ekilib o'rtaga chiqarish
hakikaten cık kulaysızlıklarının tüpeleden ortaya çıkanmaganlığı. Bugün hem de dünyanın her kaysi bölgelerinden, ülkelerden, Uygurlardan terkip tapkan. Yani Uygurlarning işlerine köngel biladigan Türkler olsun, Araplar olsun ya başka milletten bo'lgan Uygur halkıga hakikaten köynedigan, izlaş kıldigan başka milletten bo'lgan alim, ulama, siyasi ustazlarımız bular özümüzün Uygur halkıdan çıkan yaxşı alim, ulama ustazlarımıznınki birlik kilişi bilen bu kadar bir sohbetler, yig'ilishlar o'tkazilib 8. qatimliq bu qatimki o'tkazilgan bu Sharq Turkistonlik qarindoshliklar uchrashuvi bu to'plantıda yani Sharq Turkiston mücadelesi yani Sharq Turkiston hareketi yani Sharq Turkistonninki Sharq Turkiston musulmonlarining chet elda bo'lsin, vatan ichida bo'lsin Xitoyga qarshi umumiy harakatininki umumiy harakat jarayonida nurg'un kriz, nurg'un usul jihat ketkizishdak mag'lubiyatlar, chekinishlar, ba'zi ochiq savatlarni boshdan ko'chirib oxiri eng pishib yetilgan bir davrninki bizni qistab kelganligi va bu davrda biz sog'lom bir eng to'g'ri sog'lom bir fikr, hech qanday bir ixtilof munozirasiz faqat butun bizningki bu mücadelemiz, bu hareketimiz, bu jihadimizni umumiy Xitoyga qaratib hech qanday oyat hadisga, islomning barliq ma'naviy siyratlariga, butun shariat hukmlariga eng uyg'un bo'lgan bir hüküm yani bugün Sharq Turkiston musulmonlari chet elda bo'lsin, vatan ichida bo'lsin, umumiy kuchimizni bilinib ketmay, gerçi dünyanın başka ülkeleri, başka joylarda elib berilayotgan islomiy hareketler, islomiy islohot ishlari, gerçi o biz o hareketlerden bir kısmı yoki o hareketler bizning bir qismimiz bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur meselesi, Uyg'ur musulmon meselesi dunyoda bugün en ko'ngil bilish tegishli muhim bir nuqta bo'lib qolganligi. Biz faqat Uyg'ur bo'lganligimiz uchun emas, bütün dünyadaki Arap ve Acem musulmonlarınki umumiy davlat ishlari, masalan, deb aytsak bu Afg'onistonda bo'lgan yoki O'rta Sharqda Iroq, Sham bo'layotgan bu hareketlarga qatnashayotgan mayli Araplardan, Afrika tarafdan, Yevropadan, O'rta Sharqdan bütün Arap ve Acem musulmonlaridan kelayotgan qarindoshlarimiz pasport bilan o'zlari kelib, yani shu ishlarga o'zi ma'lum zaman qatnashib, yani pasport bilan o'z yurtiga ketadiganligi. Ama biz Sharq Turkiston musulmonlari 95-yildan boshlab bu hareketga qatnashish, atlanish, bu xildagi ruh bizga biroz singib, biz bu ruhning tufayli biroz chet ellarga, Afg'oniston va O'rta Sharqlarga, boshqa chet ellarga o'qishga degandek ko'p yurish qilgan bo'lsak-mu, biz şu din ve millet, vatan davası bilen chet ellarga chiqib, vatanga qaytish imkoniyatimizning bo'lmaganligi va bag'illik Xitoy tarafidan adab xatolashgan, yani jinoyat deb qaralib, ular turmaga tashlanib, o'ltirilib, hapsiga olinib degandek bu xil o'ngsizlikni yuz berdi. Yani mushundaq bir fursatda bizningki nurg'un olim ulamolarimiz, talib ilmlarimiz, siyosiylarimiz, mujohidlarimiz dunyoning taraflarida shundoq sarson sarganda yurayotgan vaqtida to'g'ri bir rahbar, to'g'ri bir yetakchi, to'g'ri bir fikr, to'g'ri bir harakatninki bir programma, bir nizam namisi, bir nuqul bir prinsipi turg'izilmaganligi uchun bu xildagi bir nurg'un avajlikdan tatdik. Yani bugünkü kunda gerçi bu 8. qatimliq bu ma'rif jamiyatining o'rinlashtirgan bu yig'inida o'rta qo'yilgan Sharq Turkiston mujohidasiga Sharq Turkistonning Xitoyga qarshi harakatida to'g'ri bir iddia, to'g'ri bir harakat va sog'lom bir fikrni o'rtaga chiqarmoqcha bizning masalamiz hal bo'lmaydiganligi, yana dunyoning taraflarida chechilib yurib, kimning ovozi bek chiqsa, nada ish bek odam jiq bo'lsa, nada o'zimizcha haqiqat shu yerdamiki degandek bir fikrli ketib qilib, qo'li shanbay sarson bo'lib tirib-tirib bo'layotgandek bir holatda bundaq bir zamonimizda bu fikrni o'rtaga chiqib, yani Sharq Turkiston mujohidasi, yani Xitoyga qarshi harakatida sog'lom fikr, to'g'ri iddia, yani Payg'ambar alayhisolamning manhaj siyratlariga eng uyg'un bo'lgan Sharq Turkistonlik musulmonlarning hozirgi taqdiri qismatlariga eng uyg'un bo'lgan bir fikrni o'rtaga qo'yamiz degandek bir g'oya bilan o'rtaga chiqib, bu yig'inning muhim tema chaqiriqining bu bo'lishi biz Sharq Turkistonlik musulmonlar uchun cho'ng bir g'alaba, yani bir yuksalish fikri, g'oya nishon jihatda, manhaj siyrat jihatda bir yuksalish, bir ilgirlash,
Peygamber Aleyhisselam'ın ızığa texim yakınlaştık bir xil tarihi ilgilileş bölge karakterlik bir fikri baylıqqa qadam qo'ydik deb qarayman. Endi mo'shining turtkisida endi biz buni 8-qatimliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar uchrashishi to'planti yig'inida Sharq Turkiston mujodalasidagi to'g'ri sog'lom fikr, to'g'ri harakat degan bu temada mayli chet eldagi bo'lsin, dunyoning har qaysi yerlaridagi barliq ulamo, ustozlarimiz, siyosiyonlarimiz bulab ayet ve hadis bilen bütün mükemmel itikat ve akide bilen yetilgen ustazlarımızın bu cihette bütün dünya çeçilip yürüyen mücahitlerimizni, Müslümanlarımızı ittifaqsızlıktan kurtuldurup bir fikirge cem kılıp bir merkezi fikirge olanı bir merkezleştirip bir sevki keltiriş için ulamalar bu haqda çoğunkur qat'iy qilib tirishib mesela Sharq Turkistonlik ulamalar birleşmesi, birligi bunun meydana çıkışı biz için nayet bir yaxshi bir iş oldu. Bu ulamalarımız bugün günde oylasak bizning Arabdan nurg'un ulamalar bormi? Mesela Arabdan nurg'un ulamalarning ismini men demisam, shu bulab dinde yaxshi o'qigan chet eldagi diniy olim ulama ustozlar, chet eldagi Arab ulamalarning ismini obdan biladi. Men demisam, Arablar ulamalar hammasi shu Arab davlatlarining, Arab ellarining şu çıkış yolu ve onların ittifaqlığı birliğe kadar nurgun başlarını katırıp özlerinin işini özü kılıqlık. Yani biz bulab ulamalar birliğe yanılmış o Sharq Türkistanlık Müslümanlar Uygurlardan terkip tapkan ulamalar birliğinin meydan gelişi yani bizge bu çok bir galbe. Neyvetim şu bu yıl yani 2016 yılı yani Uygurlarının dava yolunda bu mücadelesi ortaya koyulgan ulamalar birliğinin meydan gelişi bilen Sharq Türkistanlık Müslümanlarınki Xitayga karşı hareket sistemimizde sağlam fikir, doğru iddia ve doğru hareket edip beriş doğrusuki bu bir teminin ortaya koyulup bu temini pişirip, yetildirip, mükemmelleştirip muş fikrininki sayısı, gayesi aslında bütün Türkistanlık mücahitler, Müslümanlar, ulama, ustazlar Xitayga karşı hareketimizni muş tonuyla, muş liniya boyunca edip beriştik bir gıvalıklı bir mevhumlukla yürütüp verdi deyip qarayman. Bunun gamdı bulab Sharq Turkistonlik ulamalar birligi ustazlarımızın üstündeki mesuliyet, mecburiyet bu fikrini, bu sağlam fikrini, bu sağlam hareketini, bu sağlam iddianı yani Xitayga karşı hareket kıysak Sharq Turkistonning azad qilish ve İslami devlet kuruş yolunda hareket kıysak biz Peygamber Aleyhisselam'a ve Cenab-ı Resulullah'ın en ulgi karakterlik yakın sahabalarına en doğru ergeçken ayet, Kur'an, hadisке en doğru boysungan ikenligimizni bilip şunun kanaat ben hakikan doğru yolda bugün kiripti ben hakikaten doğru yol ve hak yol üstüdeyken ben bugün Allah ve onun peygamberi yakınlaşıptı benim dünya ve ahiretlik bütün işlerim Uygur halkı, Sharq Türkistan Müslümanlarının azadlık yolu da aç zamanda bir devlet kuruş yolu da şu Xitay komünizm vücuttan qo'llab chiqarish yo'lida men bir harakat qilsam, mush yo'lda shahid bo'lsam, mush yo'lda o'lsam, men eng to'g'ri yo'lda o'lgan bo'ldi ekanman deydigandek bir xil e'tiqodiy, siyosiy, jihodiy ruh ait bir fikr kelish va bu fikrga keltirish bugungi ulamalarning ustidagi bir majburiyat. Ulamalar buni tunish kerak. Hamda demak ulamoning mas'uliyatini ulamalar biz men demasam obdan biladi. Ulama ustazlarımız hem de abi Düttaçe Ömerce alim okuyucu 15-20 yıl burun yani alim öldü degendek bir kabile bilen. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ki hadislerde mi bilmeydik Allah bilen bildik Allah beraber emes. Yani alimler ve hakimler yok şutun çıkıp gitinler degendek ulamalar qaratgan. Ulamalar Allah'tan en beki kokudu degendek yani bu ulamalar yani bilim adamı Kur'an ve hadis bilen mükemmel yetilgen adamlarını Peygamber Aleyhisselam olsun, ya tarihteki ulamalar olsun, Alisher Navoiyning şiiri dastanlardı bu. Allah kitabını özü ayrıydı ki. Şunda katta. Endi bizning haqiqatan Sharq Turkistonlik ulama ustozlarimiz o'zining majburiyatini ado qildimi yo'q. Men deymanki, bundan 20 yil, 30 yil burun Sharq Turkistonning turmalarida yetib, shundaq og'ir jafo mushaqqatni tatib, shu vatan davosi, millat davosi, islom davosida shu qadar yetilgan ustozlarimiz ular bundan 15-20 yillar burun chet elga chiqishda faqat biz chet elga chiqib mayli
Meyli ilim tahsil qilsin, meyli bir jang maydonlariga berib, uni bir harbiy ilm o'rgansin. Mushkildagi bir g'oya nishon bilan bu chetga chiqqan. Ammo bugungi kunda men masalan tilg'anmayman ismini. Nurg'un ustozlar men turmada qolgan vaqtda 95-yillarda, 90-yillarda, 2000-yillarda nurg'un ilmlar chetga chiqib ketdik. Agar shu chetga chiqsak, biz uni qilamiz, buni qilamiz, mandaq ittifoqlashib, mandaq birlashib, biz o'qigan ilmni mandaq joriy qildirib, haqiqatan buni amal qilib, biz bu darajada bu millatni, bu musulmonni qutqizish yo'lida favqulodda cho'ng shundaq xarakterli bir harakat qilamiz degandek g'oyadan chiqqan. Ammo bugun ular shu qadar ulug' g'oyadan chiqqan ustozlarimiz bu yerga chiqqandan keyin ba'zilari dunyoning har qaysi bo'lginlariga, har qaysi viloyatlik har qaysi bo'lginlarga tarqalib, o'zining bir kishilik turmushiningki qaynoq cho'kib ketganligi yoki ma'lum yuqori tuban oliy bilim yurtlariga o'qituvchilik yoki professorlik yoki bir ma'lum unvon bilan taklif qilinib, shu o'zining yashayotgan rayondagi 5-10 ming moddiy iqtisodningki qo'liga kelishi bilan endi shu o'qituvchilik qilsam, mushada qanday mushada o'qituvchilik, bal tarbiyalash, bir ilm ma'arif ishlar shug'ullansam men bir cho'ng ish qilgan bo'ldi ekan degandek o'zining kasbi, o'zining qilib, o'zi qanoatlanib qilib vatanning masalasini biroz unutgandek qiladi ulamolarimiz. Asli bugungi kunda shu jihodiy jamoatlarimizdan kichik, cho'ng jamoatga bo'linib, hatto davlatga bo'linib, o'zaro bir-birini batılıq chiqib, o'zini haqi chiqarib, petishmagandek shunda ixtilof masalasini ulamolar to'planib bir yerda hal qilish kerak edi. Bular hamda har qancha demak payg'ambar alayhisolamga iymon etgan va rasulullohning izidan mangmoqchi bo'lgan ulamo ustoz bo'lgandan keyin haqorat qilsin, tillasin, payg'ambarga mushriklar va raqiblar nima qilmadi? Demak, olim ulamo bo'lgan edim bu yo'lda haqiqatga qancha yaqinlashgan sari, haqni qanchalik mustahkam turgan sari shuncha avziyatga, kulfatga, haqoratga ushlaydigan gap. Buni chidishimiz kerak. Biz shundoq bo'lsin, biz bu mujohidlarimizni bu ayblamay, shu bilimsiz, nadon, chet eldan dushman izlidi, andaq deb bulan ayblamasdan, bular yaqinlashib, bu qasm yaqinlashib, och qolmaydi ulamolarimiz. Shunday qilsin. Endi hozir bu yerda biz mashina bilan mangmasak, oliy darajada o'tamisak bo'lmaydigan bo'lmagandikin, endi biz shu vatanda shu to'p to'zib turadigan paka yog'och chamotam o'ylidan chiqqan odamlar emas. Endi chetlarga chiqiblam azroq bir turmushning halovati, bu zamonaviy turmush, bu madaniyat turmushlar bizni biroz bexud qilib qo'ydim qandoq. Endi demak bugungi ulamolarimiz to'yimiz hech kim to'ymaydiki, bugun Uyg'ur xalqining 15-20 ming odam chetlarga chiqib, bir jihodiy ruh bilan chiqib, bir yerga jam kelinmay, to'planmay, dunyoning 4-5 bo'laklarga bo'linib ketib, o'zaro bir-biriga yomon ko'rishib qoladigan bu xildagi fikrni qabul qilib qilishi, bu Uyg'ur xalqi uchun bularning chet elda siyosiy va jihodiy ruhni da'vo qilib chiqishi, ijro qilib chiqishi Uyg'ur xalqida bir tarixiy jihatga bir burilish, bir yaxshilanish bo'lsa, bu yerga kelib bir-birini yomon ko'rishib qilib bo'linib ketishi, texnik bir cho'ng bir fojianing yuz berayotganligi biz aniq. Endi hozirgi Uyg'urninki chet eldagi bu musulmon qarindoshlarimizning hozirgi ahvolidan Xitoy bu Uyg'urlar qancha zulm qilsin, hatto butun Uyg'urni do'ylab o't qo'yib ko'ydiribetsimi, bu haqni yig'ib Xitoyga qarshi bir harakatlantirmak biroz tasdik to'ladi. Hozir bu iqbatgan fikr, bo'layotgan gaplarga qaragan vaqtda. Endi bu o'tkani bo'lmaydigan, aniqligini bo'lmaydigan darajada bizning ko'zimizga mundaq bir cho'ng xatar to'ylayotgan bu bir ma'naviy bir to'saqni bizning ulamolarimiz birga kelib, buningga keskin, aniq bayonot berib, o'sha Istanbuldagi, Turkiyada, mayli boshqa yerda bo'lsa, chet elga butun olim ulamolar bir to'planib, bir fikr birlik kelib, bir ulamo bir narsaga fatvo bersa, bir bayonot e'lon qilsa, butun Uyg'ur ulamoning og'zini o chiqqandeklar hammasi shuni sallamdan deb, rast deb shuni e'tirof qilib, fikr birlik kelib, har qanday ixtilofi o'xshamagan zid masalani ayrim bir deyishib, butun Uyg'ur xalqining hozirgi chiqish yo'lida, hozir krizisni hal qilish yo'lida Xitoyga qarshi mujodalasida bular butun ulamolar bir fikrga kelish kerak. Ular ba'zilari o'zining turayotgan yerlaridan, o'zining halovatli turmushlaridan biroz kechib, voz kechib, albatta och qolmay talada qolmaydi. Shuncha puli yo'q, uyi yo'q, pasporti yo'q, vatandoshligi yo'q,
Hiç kimisi yok, nurgun Uygur aç kalmayı bu İstanbul'da yaşamadı yana. Ama ulemalarımız üstede büyük bekler. Bizim Uygur ulemanın üstündeki mevzibe Arap ulemaları okşamaydı. Arap ulemalarının üstündeki vaziyet Uygurlarına okşamaydı. Yani biz Uygur ulema ustazlarımız özünü Arap ulema ustazlarına ya Türk'ninki ulema okşası bulmaydı. Çünkü bunların meselesi hele opagan mesele. Türk halkının mı vatan meselesi Kazak ve Kırgızlar olsun ya Türkiye halkı olsun bunların meselesi vatan hukumi, millet hukumi, vatan hukumi cihetten bunların meselesi hel. Yani yakında gördük, Türkiye'deki harbiy isyanda bir keçediler. Halk, devlet özü terbiyelep, nam berip, asker kılıp, Kur'an yarak bilip terbiyelegen adam şu devletke karşı çıkıp atkan halk bularını bir keçede bastırdı. Yani bu fikir birlikinin Türkiye'nin meselesinden ki hiç kimge ihtiyaç düşmek özünü üzeri kıldığı bir ahval. Biz bir yerde Uygur halkı bugünkü Arap ve bugünkü Türk Müslümanlarının ki umumi ahvalıga, siyasi, ictimai, devlet ahvalından kürvaz bulundu. Biz Uygurla ve Uygur ulemalar, Uygur mücahitler özümüzün Arap ve Türk ulemalığa, yak Arap Türk mücahitliğe, yak Arap Türk halkımızı okşasak bulmaydı. Biz bugün günde vatansız bir millet. Vatanı yok adamın hiçimiz yok. Eğer bugün bu millet hazır hem de vatandaki ahvalını bugün günde yakında anlayatımız hem de belki mırastı kelgen karindaşı davet oldu. Hazır Xitay 20 yaşından tüyen okuyucularının hemen mektap kamap solap fakat bulanı her haftanın 3. 4. günleri atanız kilidiyken kelse okuyucular mektapның içinde atanız mektapның sırtı darvazında görüşedikken herkes bula tümür vadekten kadar xudu turmadık. Az okuyucularını 20 yaşından tüyen okuyucuların hemen özünki mektap seviyesi karta ayrım başlangıç tuluksuz oturup ayrı mektap belep bu mektap kamap hatta buların oğul kızlarınki bizning islomiy yusuni kiydigan kang ve uzun kiyiminin hemen saldırıp etkendigen kız vallamışı yerim yalamaç oğul ballamı adette bir partide bir oğuldan bir kız oturuş mecburlangan ikenligi kız valla ayrım olup da onun mıgallıqı mektaptan qaysı boyunca adette mektaptan bir rasmalgan bilmeyimiz hazır bu balını ayılap talağı çıkamagan eken bu mektapda 24 saat bütün mektapnınki başkuruş sistemisi fakat Xitay'nınki istegeni boyunca dinden jirak bu mektapda daqıp salgan tabak yeyiş bismillah dep salgandek bu ahvalı köz okuyucularını eğer cezalap yesli uşak mektapның ballarını ayet bilemsen sen la ilahe illallah'ını bilemsen dese bilime dep salsan çümü gitti dep ata-anam ya akam bu dese onu derhal bir sorumluluk taşlap degendek ahvalı nayt eğer hazır. Bugün Uygur meselesi xudu bir patkaq çıkıp asta çökep atkan bir edemdek. Hazır bu patkaqta bu Uygur halkının bu patkaq kaniye kep qalganlığı. Biz derhal bu milletni bu vatanның biz qoludan tutub almasak bugünkünde bu milletnin biz zavalı qalamiz. Biz elbette chet eldeki meyli Kur'an tutkan, meyli Kural tutkan, siyasi yolda menip atkan, vatan davası, İslam davası, ümmet ve millet davası qılıp atkan her bir kişi inşallah bu mesuliyetini bir-birlep sorak berdiganlığı aniq. Şunun için men bu gerçi bu 8. qatımlıq Şərq Türkistanlıq qarindaşlar toplantıda oturup koyulgan bu Xitayga karşı hareketimizde bu fikirnin yalangach bir ismi Xitayga karşı hareketimizde biz to'g'ri bir sağlam bir fikrin turg'izib to'g'ri bir hareketni qo'llanib bu yo'lda bir tinimsiz to'g'ri yo'lda menib ciddi biz bu ishga bir tutish qilishimiz kerak degandek bir ma'noni berdi. Buni hammamiz obdan bilamiz. Bugungi kunda ulamo va ustozlar bo'libmi va mujohidlarimiz bu mujohidlarni boshqarib yurgan komutan lider qo'mondonlarimiz, amir o'g'illarimiz, ulamo ustoz va nopozliq shaxslar bugungi kun Uyg'ur masalasiga jiddiy tutish qilmasa bu millat bugungi kunda eg'ir kunin qoldi. Hamda hozir Xitoyning hozirgi ahvolida hamda Sharq Turkistonning umumiy Xitoyning ko'chirib ko'plab egilish bu millatga qilayotgan siyosiy, iqtisodiy, diniy jihatdagi besimni haqiqatan to'lib yesak buni bir mo'ljalligisiz, til bilan tasvirligisiz bir chekkadan eshib ketayotgan bir fojia yuz beryapti. Hamda hozir eng muhim ishlari turmaga qamalgan ayshrat bilan, fahish, zina bilan, o'g'irlik, yolg'onchilik bilan qandaqki bir aldamchilik bilan turmoq kirganlar shu qadar rohat yashab
Fakat hicab yüzünü bir Müslüman bo'lganligi uchun o'zi saqal qo'ygan, dinni o'qigan, diniy ishlar bilan shug'ullangan, Xitoyga qarshi gap so'z qilib solgan yoki o'zini bir islomiy bir hijab bilan musulmoncha kiyinib, yüzünü yapıp abayı ki bu hatalık bilan turmuş yergen erkeklerimiz ve kızlarımızın kiravutkan gününü qarindoshlar davet ediyor. Adeti bugün günde sırtı hijab bilan yürüp nahmaremden kaçıp şunda takvadar yaşayan kızlarımızın turmuş etçilikti bugün günde bunun kiyimlerini saldırıp etip bütün sakçılar ve şu gündüz payla kiyimlerini mecbur yudurup eğer kiyimlerini yüpemiz onu kat urup kamçılap dumbağı bilen kavatkalığı bizim haberini anladık. Bu haberini biz bunun uçuk sistemlik bir ılgı menbe bulmagalık için bunu ya falan ya pistani ya o ya bir ya diyemeyimiz ama kilovatkan qarindoshlar bu haberini anlayotimiz. Endi hazır bu Uyg'urlik bo'layotgan bu besimni bu millet kirayotgan bu kunni faqat iymon aytganligi uchun men musulmon deganligi uchun la ilaha illalloh deganligi uchun kirayotgan kun bu. Yani bunu biz til bilan tasvirlab kelsak, matil aciz keladi. Shuni bir aqli va kishi buni bir o'ylab yetish kerak. Demak, bu ma'arif jamiyatininki bu qadimgi yig'inda o'tirib qo'yib, bu saqlam fikr, to'g'ri harakat qo'llanish jihatiga bu temani o'tirib qo'yishi va dunyoning har qaysi bilginlaridan kelgan ulamo ustozninki tanlagan temada bu temaning cho'rida o'z fikrini o'tirib qo'yishi Şərq Türkistan Ulamolar Birligining maydonga kelishi bu bir yaxshi ahvol. Biz buning bilan qanoatlanib, buning bilan mag'rurlanib, buning bilan pastga yo'qishib biz laylab qolsak bo'lmaydi. Biz jiddiy, biz Şərq Türkistanlik ulamolar birlashmasi bilan bu to'g'ri fikr, to'g'ri saqlam fikr, to'g'ri harakat sistemamizni o'rtaga qo'yish, ya'ni biz ko'plab baldo bizning ustimizda 10% mas'uliyat bo'lsa, mening mas'uliyatim, ya'ni qatma-qat mas'uliyatni yukni bo'ynimizga qatqanlik. Bunu biz götürüşümüz gerek. Bu dertten biz ödüsten çıkışımız gerek. Hem şu için ben hem de ulamolar ustazlar olsun. Bu biraz toğır karasa, toğır tunursa demek ulamolar biraz öz rolunu cari kıldıran mavadıdır dep qarayman men. Abu olsun. Eğer ola Peygamber Aleyhisselam'a haqiqiy varis qilgan ulamolar bo'lsa, mendan xafa bo'lmay. Eğer yüze men bilmay qolgan bo'lsa, men apiqiyson, to'g'ri qilgan bo'lsa men xato qilganimni bilaman, ammo biz jiddiy harakat qilishimiz kerak. Bugungi bu vaziyat, bu ahvol bizni ta'xirsiz harakatlanishimizga ta'xirsiz jiddiy. Biz hozir bir yak o't ketibdi, ya birisining barisi so'g'ib ketibdi deb to'yda anglasak, hammamiz darhol harakat atlanamiz. Qutqazmay bo'lmaydi. Go'yo shuningdek biz butun Uyg'urlar bu masalasimizga biz o'lqi arab ulamolarining maslahat berishiga, arab ulamolarining fatvo berishiga, arab Emir kumandalı mücahidinin ki bizden başla bir rehberlik qilib berishiga biz onu tamam qilib, onu qarab o'tlasak, onu bu vatanning meselesini tushunmaydi. Bu musulmonning derdi onu tushunmaydi. Biz o'zimizning ishni o'zimiz qilishimiz kerak. Biraz gaplarim ziyod ketgan bo'lsa, ustozlar afv qilsin. Yaxshi bo'ldi, rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi suhbat bo'ldi. Inshaalloh davomini inshaalloh yana bir qatimliq suhbatda davom qilsak. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi ochiq suhbat programmamiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.